Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunim Zohidjon. Mana bugun Chorvador akalarimizga yangi chiqargan zakaz buyurtmalarimiz haqida, yangi o'xurlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Mana bu ko'rib turganimiz 2 metrli qo'y o'xuri hisoblanadi. Chuqurligi 19 chiqadi, eni esa 35-36 chiqadi. Bir donasini 225 mingdan tayyorlab berilyapti. Bir tarafi 1 marta qaytarilgan, ikkinchi tarafi 2 marta qaytarilgan. Bundan juda ko'p holatda uzun og'illarimizga yangi qurilgan og'illarga tayyorlab berishimiz mumkin. Bir-biriga ulab ketgan juda ham qulay. Mana bular ham xuddi shu razmerdan. Mana bu ko'rib turganlar mol o'xurdan uzunligi 2.30, eni 60 dan 70 gacha bo'ladi. Mana bu ko'rib turganimiz 60 lik varianti. 370 ming so'mdan qalin 2 mm, 1.8 2 mm gacha bo'ladi. Buni o'sha 70 lik variantini tayyorlab bera olamiz. Ular bir donasini 400 ming, 420 minggacha holatiga qarab. Bu juda ham eng katta variantlardan, qalin listdan yasalgan variant. Mana bu esa bu ham 60 cm chiqadi eni. Chuqurligi 32, 33, 34 gacha chiqadi. Yon listdan tayyorlangan 1.8 mm. Bular 350 ming so'mdan bittasi. Uzunligi 2.30 buni ham. Mana bular esa 2.35 li. Bu buzoq o'xurdan ham, buzoq o'xur desa ham bo'ladi. Qalin listdan tayyorlangan 2 lik 2.35. Yana 50 cm chiqadi. Bir donasi 320 ming so'm. Sababi bu qalin, mana ko'rib turganimizdek, qalinligi zo'r. Qo'ylarga ham bo'laveradi, buzoqlarga ham bo'laveradi. Bu aytgan 420 ming so'mlik o'xurimiz. Mana bir tarafi ham 2 marta qaytarilgan, narigi tarafi ham, ya'ni ikkala tarafdan ham mol oziqlana oladigan o'xur. Xohlagan narsaga ishlatsa bo'ladi. Tert uyib qo'ygani ham, boshqa narsalarga ham. Uzunligi 2.35. Mana bu ko'rib turganimiz qalinligi ham 1.8 2 mm gacha chiqadi. Mana bular ham buzoq o'xurlarimiz. Mana bular yon listdan qilingan buzoq o'xur. 2 metrli. Chuqurligi 23-24 chiqadi. Ya'ni 44 cm. Tajdan tashqacha o'lchasangiz 48 ham chiqyapti. Ichini o'lchasak shu 44 atrofida. Sifati juda ham a'lo xohlasa. Bir donasi 260 ming so'm. Mana bu joyda tayyor o'xurlarimiz ham bor, 2 metrli. Ko'rib turganimizdek, sifati juda ham a'lo. Tayyori 270 ming so'm. Istovchilar uchun mana kilitga holatda ham o'xurlar tayyorlab berishimiz mumkin. Ya'ni ikkala tarafni yopib, bir donagina qo'ydi o'ziga mo'ljallangan holatda 120 mingdan 150 ming so'mgacha katta kichinalarga qarab bitta dona qo'yga tayyorlab berishimiz mumkin. Mana bular 260 li mol o'xurlarimiz. Yonlarini bekitib qo'yganmiz, oyoqlarini qo'yib qo'yamiz. 470 ming so'm tayyor holati. Yarim tayyor olmoqchi bo'lsangiz 380 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Yarim tayyor holatini. Mana bu joyda jodi mahsulotlarimiz ham bor. Bir kishi bemalol kesa oladigan holatda. Hozir biron nimani kesib ko'rsatamiz. Hajmlikli. Tag'i 6 mm, juda ham qalin. Almasni diskdan kesib olganmiz. Pachimlik mana shu yerda ikkita pachimlik bor, bu yoqda va bu yoqda. Boltga ekali. Bu yig'iladi, mana ko'rib turganimizdek, uzoq masofalarga ham oddiy yengil mashinalar arqa bagajida ketishga moslashgan. Hozir qog'ozni kesib ko'rsatamiz. Qorong'i bo'lgan suyutlar yoqib oldik. Mana ko'rib turganimizdek, qog'ozni mana xohlagan joyini kesib olyapti. Xohlagan joyini. Bu tepasini kesingchi, teparog'idan ana shu yerda. Mana, o'tlarni qo'yavering, ha. Sifati a'lo. Salafan ham kesib bering. Narxini aytib o'tamiz. Bir donasini 500 ming so'mga tayyorlab beryapmiz. Dastavkasi alohida bo'ladi. Yaqinroq masofalarga qulay shopir topib beramiz. Hozir qanaqa qog'oz bo'libdi ko'rsatib o'rak. Oddiy klinkani kesishini ko'ramiz. Ilgariga yasaganlarimiz bu darajada basil, hozir yana uni fishkalarini aniqladik, ya'ni qog'oz, o'ta ham mayda narsalarni ham nima qilsa kesadi degan savolga javob berish uchun ko'p joylar, ya'ni mana bu kalsoda ham ish katta. Mana shuni ham biz chahladik. Buni ham chahladik, buni ham chahladik. Shu natijasida juda ham zo'r holatga yetib keldi. Sharmanda qilmaydigan holatda.
Mana so'rovchilar uchun mana almazli disklardan kesib olganmiz tig'larimizni. Mana qalinligiga e'tibor qaratamiz. Mana bitta almazli diskdan kesib olingan tig'lar. Oddiy temirbaz, ya'ni uncha-munchaga qaytmaydi. Mana hozir oddiy g'o'zapoyani ham o'tkirligini tekshiramiz. Qattiq narsani kesadi hamma joyda ham, lekin o'tkirligini tekshirib ko'ryapmiz. Ha, oddiygina mana. Xudo xolasa effekti zo'r. Mana bu ko'rib turibsiz, o'g'irlarimiz ham Surxondaryo viloyatiga tayyorlab berdik. Tomlisdan neobычный holatda. Endi 75 ham chiqyapti o'lchaganimizda. Hozir ko'rsatamiz bir. Mana ko'rib turganimizdek 73, 74 chiqyapti, 75 gacha. Bu chuqurligi 38, 40 gacha chiqyapti. Uzunligi 2.35. Bu akaga endi kelishilgan narxni aytaman, 400 ming so'mdan tayyorlab berdik. Bundan kattaroq bo'lib qolsa, ozgina narximiz o'zgarishi mumkin. 20 dona tayyorlab berdik. Konteyner yangilisidan ko'rib turganimizdek, ikkita tarafi ham 2 metrdan qaytarilgan. Kimga shunday sifatli holatda o'g'irlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Siz bilan men Tursun Uzoqxon bo'ldim. Keyingi videolarda albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Like va kommentariy kutib qolaman. Rahmat barchaga.